Assalomu alaykum Vodiy mebel kuzatuvchilari. Mana bugun biz albatta o'zimizni seximizda ishlab chiqargan stul mahsulotlarimizni sizlar uchun qisqacha video obzorlarini boshlaymiz. Boshlashdan oldin shu kanalimiz yangi. Kanalimizga bitta like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, xuddi shunaqangi kunda kunora chiqarib turgan stullarimizni narxlari bilan tanishinglar mumkin. Tanishib borasizlar. Komplektlarimizni qayerga chiqaryapmiz, qaysi viloyatga, yo qo'shni Qirg'izistongami, Tojikistongami, shu yerlarni ham bilib borishinglar mumkin. Qo'shni Qirg'izistonga, Tojikistonga dastlabki xizmatimiz bor. Kargo orqali chiqarib berilyapti. 3 komplekt zakaz qilishgan magazinimiz Qirg'izistondan. Shu komplektimizni ham xudo xolasa keyingi videolarda qo'yib boramiz. Qirg'izistonga zakaz qilishgan. Ko'p videolarni videolarda sizlar qo'yib boramiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar. Hozir bu komplektlarimizni bu birinchi turgan komplektimizni o'zimiz Andijonga zakaz orqali tayyorlaganmiz. Fasonga keladigan bo'lsak, fasonlar xurram fasonda ishlangan. Oldilarini ko'rasizlar. Gold svetda sachilgan ranglari, oldilariga machalka qismlarini ham 4 sm machalka qo'yilgan. Chester holat ishlangan. Yaqindan ko'rsatibmiz. Yaqindan ko'rsanglar, bularni ham o'zidan tikib chiqilgan. Holatlari zo'r, ideal darajada ishlangan. Orqa qismini ham ko'rsatamiz. Orqa qismi ham broshka pardali deyiladi. Xuddi shu holatda ishlab berganmiz. Sidina qismi keladigan bo'lsa, sidina qismi ham 12 sm machalka qo'yib berganmiz. Umuman ezilmaydi. Mana eziladi, sirazi qaytadi. Xudo xolasa chiroyli holatda bo'lgan. Machalkalar 12 bo'lgan. Oyoq qismlarini yaqindan ko'rsatib berasizlar. Yog'ochni o'zidan o'yib chiqilgan. Umuman plastmassa yoki boshqa detallar umuman aralashmagan, qoqilmagan. Yog'ochi 100% yong'oq kelgan. Quruq holatda ishlab berganmiz. Ko'pchilik yana so'rayapti, yong'oqligini qayerdan bilsak bo'ladi. Yong'oqligini mana yaqindan ko'rsatib berasiz. Mana qop-qora xuddi shunaqangi yo'llari bo'ladi mana. Shu yerlardan ham bilsanglar bo'ladi. Ko'tarib ko'rganda ham og'irligi ham ancha og'ir bo'ladi yong'og'imizni. Holatlari zo'r, ideal ishlangan. Baquvvat xudo xolasa. 12 kishilik komplekt, quruq yog'ochlari. Xon taxtasiga keladigan bo'lsa, xon taxtalari MDF holatda ishlangan, ustilari o'yma fason bo'lgan. MDF bunimiz ham yaqindan ko'rsatib beramiz. Mana o'yilgan holatlar ideal darajada ishlangan. Xon taxtasining uzunligi keladigan bo'lsa, uzunligi 320 ga, eniga 120 holatda bo'lgan. Oldilari mana avaniy holatda ishlab berganmiz. Tag qismlarini ham bemalol ko'rasizlar. Gullarni o'zidan qoqib chiqilgan, plastmassa holatda ishlab berganmiz. Xon taxtasiga keladigan bo'lsa, xon taxta qilib o'zini ham ishlatsanglar bo'ladi. Holat ideal darajada bo'lgan. Bunimizni xon taxta qilish uchun bunimizni ko'tarib pastga kitiladi. Bemalol yerdan 40 sm ko'tariladi. O'zini xon qilib ham ishlatsanglar bo'laveradi. Bu komplektimizni o'zimiz Andijonga, Sharxonga tayyorlaganmiz. Bu komplekt 12 kishilik komplekt. Narxi keladigan bo'lsak, narxini 8 million so'm qilib beryapmiz. Hozirgi kunda bonus, xudo xolasa. O'zbekiston bo'yicha dastavka xizmatlarimiz bor. Albatta kelishilgan holatda dastavkalari. Keyingi ishimizga kelamiz. Bu komplektimizni yog'ochi rossiyskiy listovoy yog'ochda ishlangan 12 kishilik komplekt. Holatlari ideal darajada ishlangan. Bu komplektimizni zakazga Samarqand viloyatiga tayyorladik. Fasonga keladigan bo'lsak, fasonlari parlament deyiladi. Yog'och rossiyskiy listovoy bo'lgan. Asha xurramimiz bilan deyarli bir xil ishlangan. Mana o'zingizlar mana ko'rib baho berasizlar. Bunimiz xurrami 12 kishiligi 8 million bonusi bor. Bunimizni fasoni parlament narxi 3,5 million so'm. Ko'ringlar, qayerdan farqlasanglar bo'ladi, ko'rib o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar.